to'ylar muborak. Hay, suyunchini, cho'zi suyunchini. Yana mishig'iz bola tug'dimi? Shunga mendan suyunch undiryapsizmi? Ha, opa garshina deydimi, uyatsiz. Bo'ldi, aytim kim yo'qolib ketdim. Ha, nima bo'ldi, gapiring. Yo'q, bo'ldi, gapiring. Ha, xo'p, gapiring, nima bo'ldi? Yo'q. Shunga suyuntiraman deb kelibman, buni tavba qildim men, ajoyib. Ana. Va nihoyat kalkalliz yaltirab ketmasidan oldin Sarvinozxonnikiga suvchilikka borib ko'ndirib keldi. Rostdan. Ha, bo'ldi, oqayib ketdi. Borib keldilaringmi? Ha, borib keldim. Ko'ndimi? Ay, bundan bari gumbiroq asr to'yda mana endi. Ana vitamin texnikalarni olishimiz kerak. Qana vitamin texnika, opa, bir tiyin puli yo'q, kecha remontdan chiqdim o'zi. Yo'q, chara vazina mana yana go'laqalani bobasiga gapirdi. Urormi? Zari u tepish kerak edi, urishmas. Tosh oldim, to'ba qildim. Hammanada Sultaman dardingga darmon bo'ladigan ishonch savdo markazi. Ishonchga yana olamshumul bo'lgan ikkinchisi tekin degan aksiyasi qaytib keldi. Nima ekan u? Misol uchun bitta xaladilni olsang, bonusiga pilsos tekin. Ha, bizga pilsos kerak emasmi? O'chara vazina menga kerak. Ha, shunaqangi yotib olib ko'radigan televizor olsang, bonusiga mikrobalnovka tekin. Ha, mikrolovkamiz bor-ku. Menga kerak. Shu kunlarda joningga oro kiradigan shunaqangi konditsionerdan olsang, bonusiga avtomat kir mashina olmaysanmi? Ha, biz o'zimizda avtomat-ku. Meniki pul avtomat. Ha, bonuslarini men olib aksiya hamma ishonchli magazinlarida amalga oshiriladi. Eshitding-a, go'laqa? Bo'l, bola qola bo'lsana. Bo'pti. Ha, bo'pti. Alo, ayo. Ha, nima deysan? Ha, Sarvinozga borib keldilaringmi? Sarvinozga ertaga boramiz, dedim-ku, go'laqa. Ha, opam borib rozi qilib kelding dedi-yu. Opang bilan bugun ko'rishganimiz yo'q. Açıladı